Tupik ko'chadan bolalar maza qilib o'ynaydigan joyga kelganmiz. Abdurahmonda biz, Hasanboyda. Sotuvga 3 ta uchastkamiz chiqdi. Yaqinda mana bu o'rtadagi bittasi sotilgan. Bu va mana bu uchastkamiz sotuvda turibdi. Hozir to'liq obzorini ko'rsazaman. Mana bu yoqda bemalol mashina qo'yishga joy bor. Bu yoqda ham mana bu yoqda asfalt qilib beradi. Dальнейший стройщик. И bu yoqda ham bemalol mashina qo'yishga joy bo'ladi. Ko'chalarni ko'rib turibsizlar, juda ham keng. 2 sotovdan iborat. Endi to'liq obzorini sizlar bilan ichkarida ko'rib chiqamiz. Mana bu hovlimiz, hovliga kirilishda fasad qismimiz, podvol bor, и landshaftniy zona bor. Podvol ham mana shu tegi bitta xona ekan. Endi esa ichkarini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu uzun koridorimiz, o'ng qo'lda sirazi oshxonamiz joylashgan. Oshxonada kollektorlar, двухконтурный и gaz kelgan ko'rib turibsizlar. Chap qo'lda esa ikkita xonamiz bor. Ular ichma-ich ekan. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Lyustralar taqilgan. Ob'oylarning eng yaxshisini tanlangan ko'rib turibsizlar. Bu esa ikkinchi xonamiz. Ko'zni charchatmaydigan ko'rib turibsizlar. Yorqin rangdan foydalangan ekan. Dalchi koridor bo'yicha ketaverar ekanmiz. O'ng qo'lda bu esa uchinchi xonamiz bo'lyapti. Pashoti. Chap qo'lda esa bitta родительский spalnimiz bor. Havo aylanishga joy qoldirilgan va o'zini sanuzellari bilan birga. Sanuzellar ozgina ish qolgan, uni to'liq podключ qilib topshiriladi. Va bu yoqda общий sanuzelimiz bor. Buni ham smestitellar qo'yib beriladi. Получается 1, 2, 3, 4 ta xona va oshxonadan iborat xonadonimiz. 2 sotodan iborat Abdurahmonda biz. Narxiga keladigan bo'lsak $86,000 startida so'ralyapti. Yana ozgina o'tib beriladigan joyi bo'ladi.